Xullas shunaqa gaplar. Yaxshimisan uka? Aka, Tinchlikmi? o'zingizda gapim bor edi, maylimi? Mana bulardan yashiradigan sirim yo'q, bemalol gapiraver. Menga yordamingiz kerak. Hozir onam kasal. Doktorlar katta pul so'rashyapti, aka. Agar ilojingiz bo'lsa, yordam qiling. Ishlab sizga albatta qaytaraman. Nima? Qarindoshlaring yo'qmi sani? Qarindoshlarim bor, faqat ulardan topganim faqat $1000 bo'ldi, aka. Necha pul kerak? 20 ming. Hozir menda buncha pul yo'q. Bilasan, yangi ish boshlaganman. Hamma pulimni mana shu ishga tikkanman. Endi to'g'ri tushunasan uka. Mayli aka. Uzr. Kelib o'tir. Yo'q, rahmat. Bekor qildingiz aka. O'zim yordam beraman. O'tir joyingga. Aralashma. Onajon, nimaga yig'laysiz? Yaqinda tuzalib ketar ekansiz. Doktorlar bilan gaplashdim. Men pul topdim. Hali ko'rmaganday bo'lib ketasiz, onajon. To'xta! Bo'ldimi? Bajarildi. Shu pulni qo'liga bersangiz bo'lmasmidi? Qo'liga pul bersam, butun umr meni oldimda o'zini qarzdor his qilishi mumkin. Shuni xohlamadim.